Tasavvur qiling, bundan 100 yildan ko'p vaqt avval aynan mana shu hovlida Behbudiyning Padarkush dramasi sahnalashtirilgan. Bugun biz Behbudiy uy muzeyidamiz va sizga jarayondan qaynoq lavhalarni ulashishga tayyormiz. Hozir men o'tirgan parta bundan 115 yil oldin Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan tashkil etilgan maktab partasi bo'lib hisoblanadi. Biz talabalarimizga mana shu tashkil etilgan maktablar haqidagi ma'lumotni singdirish maqsadida bir guruh jamoamiz bilan Mahmudxo'ja Behbudiyning uy muzeyiga tashrif buyurdik. Bugun biz Samarqand shahridagi Mahmudxo'ja Behbudiy uy muzeyidamiz. Bugun yonimda Mahmudxo'ja Behbudiy muzeyining direktori Gulmuhammad aka Ahmedov bilan birgamiz. Gulmuhammad aka, shu muzey haqida sizdan ozgina savolimiz bor. Mana shu muzeyga Mahmudxo'ja Behbudiy qachon ko'chib kelgan, ijodini, faoliyatini mana shu yerda boshlagan? Aynan qaysi davrlarni o'z ichiga oladi? Mahmudxo'ja Behbudiy mana hozirgi kunda butun respublikamiz bo'yicha, qolaversa butun turkiy tilli davlatlar bo'yicha jadidlar yetakchisi deb e'tirof etilyapti. Bir turkiy tilli davlatlarni birlashtirishga harakat qilgan, hozirgi kunda shu faoliyatni amalga oshirilyapti. Mahmudxo'ja Behbudiy aynan bu binoda 1910-yilda umrining oxirigacha 19-yilgacha yashab ijod qilib o'tgan. Turkiston bo'yicha Mahmudxo'ja Behbudiy birinchilardan bo'lib eng mashhur Behbudiy kutubxonasini tashkil qilgan. 1908-yilda aynan o'sha maktabni 1912-yilda mana shu biz turgan binoga mana shu yerga ko'chirib keltirib 2 smenada faoliyat yuritgan. Bu yerga o'zini asarlarida, maqollarda yozib o'tganki, muntazam 100 ta, 120 tagacha kutubxonlar bu yerda muntazam bo'lganligini haqida juda qiziqarli qilib aytib beradi. Kutubxonlarni yana aytishimiz mumkinki, aqliy faoliyati yaxshi bo'lsin degan maqsadda yegulik, shirinliklar ham Behbudiy tomonidan kutubxonlar uchun taqdim etilganliklari haqida aytishimiz mumkin albatta. Nima uchun bu yerdagi kitob javonlari bo'm-bo'sh? Afsuski, Mahmudxo'ja Behbudiy qolaversa yurtimiz bo'yicha bizda 53-yilgacha 400 mingga yaqin eng ziyoli ma'rifatparvar kishilarimiz qatag'on qilingan bo'lsa, Mahmudxo'ja Behbudiy aynan o'zlari 2 marta qatag'on qurboniga aylangan. 19-yilda Qarshida vahshiylarcha o'ldirilgan bo'lsa, ikkinchi qatag'onga uchrashi o'sha 1937-yilga kelganda to'g'ri keladi. O'sha ikkinchi qatag'onga uchragandan keyin jadidlarga tegishli bo'lgan, Mahmudxo'ja Behbudiyga tegishli bo'lgan barcha mol-mulki sun'iy tarzda yo'qotilishga harakat qilinadi. Kitoblari, adabiyotlari, hattoki mana shu kutubxonasidagi kitoblar ham noma'lum sabablarga ko'ra turli xil hududlarga olib ketib qolinadi. Hozirgi kunda saqlanib qolganlarini biz butun boshli muzey qilib, mana jadidlarni, Behbudiyni ilmiy merosini hozirgi kunda yangi O'zbekiston, ya'ni 3-Renessans poydevori bo'lgan yoshlarimizga taqdim etib kelmoqdamiz. Va mana shu tarixni og'riqli bir sahifasi sababli shu yerdagi javonlar bo'sh sifatida saqlanadi. Albatta shunday. Ikkinchi qatag'onga uchragandan keyin hattoki Behbudiyning barcha mulki davlat nomiga musodara bo'lib ketadi. Aynan shu binosi ham davlat nomiga musodara bo'lgandan keyin turli xil tashkilotlar foydalanib kelingan. Mana yurtboshimizning tashabbusi bilan rahnamoligida 2021-yilda 18-oktyabrdan muzey sifatida o'z faoliyatini boshladi. Birinchilardan bo'lib ko'rayotganlar qatoridasizlar. Bu Qur'on kitobini Yosin surasi, mana Yosin Sharif surasini qarang, Kufi xatida yozilgan. Mahmudxo'ja Behbudiy katta o'g'li Mas'udxo'ja Behbudiyga sovg'a sifatida berilganligi, imzosi va muhri, haqiqiy muhri qo'yib berganliklari haqidagi dalil bu. Mana bularni ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha vaqtida Padarkush dramasi ilk bir sahnalashtirilgan vaqtida foydalanilgan cholg'u asboblari, mana o'sha vaqtda o'sha mashhur bo'lgan nayni aytishimiz mumkin. Qashqar rubobi, Afg'on rubobi. Mebellar, pardalarning tarixiga qiziqyapman. Yo'q, bular shunday. Endi u davrdagi bo'lmasa-da, qanaqadir haqiqiy darsxonalar,
haligi partalar demak. Boyagi partalar. Nargisda yana darsxona boyagi. Mana shular haqida aytib o'tib ketsam, Kitobxona. mana bu maktabda ko'rib turganlaringiz ilk bor 1901-yilda Samarqandda Abduqodir Shakuriyning xonadonida Mahmudxo'ja Behbudiy bilan birgalikda yangi usul maktabini tashkil qilgan. Aynan o'sha maktabda birinchi jadid maktabi o'qituvchisi Ismatullo Rahmatullayev. Bu yoshligi. Mana bu esa yosh keksalik vaqtini ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu shu odam. dunyoviy fanlarda o'qitayotgan birinchi jadid o'qituvchisi. Mana bu holatni ko'rsa ko'pchilik nima qilmaydi? Omonlashgan surat shu. Mana kim ekanligini ham hech kim bilmas edi. Shuni bir aniqlik kiritdik. Hozir ham bir so'rashlaringiz mumkin shu surat ko'rsatib bu kim deb. Yaxshi, bitta savol. Ismoilbek Gaspirali jadidchilarning eng yetakchilari mana shu binoga aynan kelganmi? Albatta. Mana ko'rib turgan Ismoil Gaspimskiy Qrim Tatarda birinchi bo'lib jadidchilik harakatining asoschisi, Turkistondagi esa Mahmudxo'ja Behbudiy. Samarqandga 2 marta tashrif buyurgan albatta Ismoil Gaspirali. Ikkalasida ham o'sha samarqandlik jadid namundalari bilan uchrashib, mashvarat tashkil qilgan. O'sha suhbatlarida aytilganki, mana turkistonlik yoshlarni ilmni ziyoli qilish uchun turli xil yo'llardan foydalanish kerakligini aytib o'tgan. Va shulardan birini aytadigan bo'lsak, o'sha vaqtida hozirgidek ma'lum bir vaqtida Turkiston yoshlari juda ko'pchiligi 50% dan yuqorisini ham aytishimiz mumkin, savodsiz bo'lib qolgan. Hattoki Behbudiy ana shunday savodsiz bo'lgan kishilarga ham teatr orqali farzandini ilmli ziyoli qilmasa shunday korxolga tushib qolishi mumkin ekanligini Padarkush dramasi orqali ko'rsatib bergan. Undan tashqari mana yosh kattalar uchun noshirlik faoliyatidan foydalangan. Samarqand gazetasining Oyna jurnalini nashr ettirganliklari haqida aytishimiz mumkin. Mana hozir Behbudiyni qo'li tegan, o'z tahririyatidan o'tgan eng original asl Oyna jurnalini, Samarqand gazetalarini namoyishga qo'yilgan ko'rishlaringiz mumkin. Mahmudxo'ja Behbudiy yashab, ijod qilib o'tgan maskanda turibsizlar. Mana bir vaqtida 1910-yildan 19-yilgacha Mahmudxo'ja Behbudiy aynan mana shu siz turgan joyda kabinetlari mana shu yerda bo'lgan. Mana bu ko'cha Reshitnikov degan, shu Reshitnikga qarab turgan xonada ijod qilgan. Ijodlaridan aytishimiz mumkinki, yangi usul maktablarini ilk bir mana shu yerda tashkil qilgan, noshirlik faoliyatini tashkil qilgan. Bundan tashqari Mahmudxo'ja Behbudiy yuqorida aytib o'tgan ilk bor tashkil etgan Behbudiy kutubxonasini mana shu yerda tashkil etgan. Bundan tashqari teatrga tamal toshi ham aynan mana shu binoning hovli qismiga namoyishga qo'yilgan. Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan 1911-yilda yozib tamomlangan Padarkush dramasi ilk bor 1914-yil 15-yanvar kuni mana shu hovli qismiga namoyishga qo'yiladi. Bu teatrga mana yurtimizdan 370 kishiga joy hozirlab, hattoki aytishimiz mumkinki 400 kishi joy bo'lmaganligidan qaytib ketgan holatlarni aytishimiz mumkin. Mana shu teatrdan tushilgan mablag'ni hammasini Samarqanddagi jadid maktablariga faoliyatini davomiyligini amalga oshirish uchun taqsimlab berganliklari haqida aytishimiz mumkin. Mana ko'rib turgan barcha darsliklar bu dunyoviy fanlar hisoblanadi. Yangi usul maktabida o'qitiladigan darsliklarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu vitrinada mana Mahmudxo'ja Behbudiy o'zini tahriridan o'tgan, Behbudiy qo'li tiygan eng original noyob Oyna jurnalini ko'rishingiz mumkin. Mana Samarqand gazetasini ko'rishingiz mumkin. Bu 1913-yil aprel oyidan boshlab Samarqand gazetasini, avgust oyidan boshlab esa Oyna jurnalini nashr ettirila boshlaydi. Mana yordamchi eksponatlarga qarangda. O'sha vaqtida bizda bu eski usul maktablarimiz. Bu eski usul maktablari diniy ta'limga asoslangan, mana zax yerda yoshlarimizni
o'suvchi yoshlarimizni sog'lig'iga ziyon keltirgan holatda, bukilgan holatda dars o'tilganliklarini aynan mana shu ta'lim tizimida jadidlar isloh qilishdan boshlagan. Mana bu tomonga qarasangiz, mana bu yangi usul maktablari 1901-yilda ilk bor Abduqodir Shakuriyning xonadonida Behbudiy bilan birgalikda tashkil etgan maktablarni ko'rishingiz mumkin. Mana qarang, bu ko'rgazmali qurollar bilan juda qiziqarli holatda dars o'tilganliklarini guvohi bo'lishingiz mumkin. Ana shu maktabning mana 15 yillik yubileyiga tushgan surati, mana shu suratga tushgan joy ham aniqladik. Hozirgi kunda masjid sifatida foydalanib kelyapti. O'sha ma'lum bir vaqtda o'sha masjiddan ham o'qish maqsadida foydalangan. Bu yerda mana qizlarimizda ko'ryapsiz. Mana yangi usul deyilishigimizga ham sabab o'sha vaqtda jadidlar aytganki, 90% farzandlarimizni tarbiyasini onalarimiz beradi. Biz onalarimizni ziyoli qilishimiz kerak deb aytib o'tadi va yangi usul maktablariga mana qizlarimizni ham ziyoli qilishga, ilmni qilishga harakat qiladi va mana qo'shib dars o'tilish jarayonlarini ko'rishingiz mumkin. Behbudiyning tengdoshlari, safdoshlari kimlar bo'lgan? Kimlar bilan birgalikda ijod qilgan? Albatta, juda o'rinli savol. Bu jadidlar haqida gapiradigan bo'lsak, juda ko'p gapirishimiz mumkin. Men imkon boricha qisqaroq qilayotgan edim. Eng muhim savolni berishdi. Faqatgina Mahmudxo'ja Behbudiy jadid emas, Samarqandda va boshqa hududlarda o'ziga yarasha jadid namunalari juda ko'p bo'lgan. Biz Samarqanddagi jadid namunalar haqida aytadigan bo'lsak, mana Mahmudxo'ja Behbudiy bilan birgalikda yelkama-yelka safdosh, ham maslakdosh bo'lgan jadidlarni ko'rishlaringiz mumkin. Mana o'g'lonim degan Vadud Mahmudni aytishingiz mumkin va shular qatori Hojimuin Shukurlayev, Abduqodir Shakuriyni aytishimiz mumkin. Eng qiziqarli ma'lumot sizga mana hozir shu bugungi kungacha saqlanib qolgan Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha birdan bir maktab hozir Jomboy tumanida Halvoyi mahallasida saqlanib qolgan. Aynan o'sha maktabni Said Ahmad Siddiqiy Ajzi taxallusi bilan ijod qilgan samarqandlik jadidni aytishimiz mumkin. 1903-yilda Samarqandda ikkinchi bo'lib yangi usul maktabi ochilgan edi. Mahmudxo'ja Behbudiy bilan birgalikda Said Ahmad Siddiqiy Ajzi o'sha vaqtida Kobut Volosdi deyilgan, hozirgi Jomboy hududiga to'g'ri keladi. Shuni Halvoyi mahallasiga qadimiy bir mahallalardan biri. Hozirgi kunda biz butun saqlanib qolgan, u yerda ham mana jadidlarni ilmiy merosini tanishtirish uchun yoshlarimizga chinamgina muzey tashkil qilingan. Gulmuhammad aka, Mahmudxo'ja Behbudiy tashabbusi bilan tashkil etilgan Samarqand gazetasini ko'ryapmiz. Mana Oyna jurnalini ko'ryapmiz. Aynan mana shu gazeta jurnallarni chop etishda foydalangan dastgohlar, uskunalarni mana ko'rdik biz. Shu haqda bizga ma'lumot bersangiz. Mana shu Mahmudxo'ja Behbudiyning noshirlik faoliyati ekspozitsiya zaliga o'tamiz. Shu yerda bafurcha tanishtirib o'taman sizlarni. Marhamat. Mana ko'z o'ngingizda mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mahmudxo'ja Behbudiy va jadid namoyandalari noshirlik faoliyatida keng foydalanilgan dastgohni ko'rib turibsizlar. Bu dastgohni o'sha vaqtida Germaniyadan Eron orqali Turkistonga olib keltirilib, Mahmudxo'ja Behbudiy noshirlik faoliyatida keng foydalangan. Mana ko'rib turganlaringizdek, aynan mana shunday tartibda Samarqand gazetasi, Oyna jurnali va yangi usul maktabida o'qitiladigan dunyoviy fanlarni nashr ettirishdan, darsliklarni nashr ettirishdan foydalanilgan. O'sha davrda mana Chor hukumatining senzurasiga ostida Mahmudxo'ja Behbudiy noshirlik faoliyatini yo'lga qo'yish oson bo'lmagan. Mana bir necha bor Samarqand general gubernatorligiga rozilik xati, ariza bilan murojaat qila oxiri mana vitrinaga ko'rishlaringiz mumkin. Bir ko'rsatik. Mana bu Mahmudxo'ja Behbudiyning Samarqand general gubernatorligiga yozgan ariza namunalaridan biri. Bular ham original asl nusxasi va noshirlik faoliyatini yo'lga qo'yilishiga ruxsat berganligi haqida guvohnomasini ko'rishlaringiz mumkin.
Rahmat. Darsliklar ham shunday chiqqan demak. Albatta, albatta. Darsliklar Dunyoviy ham fanlar, darsliklar ham mana shu dastgohda albatta. demak chiqarilgan. Mana bu siyohdon deyilganda o'sha vaqtida mana nashr etilgan gazet, jurnallarda mana kutubxonlar shu ochganda moddalar hid taralib turgan hattoki. Mana siyohga qo'shib Bekbudiy mana yangiliklaridan birida bu glob ham qo'shgan ekan. Ya'ni atir, yoqimli hid tarqatuvchi. tarattirish uchun. Mana bitta kitobda olsak aks etib qolamiz, boshqa qilamiz. O'sha vaqtda shunday bir yangilik, innovatsiyalardan foydalanganlar jadidlar. Hurmatli talabalar, biz fanimizda ham o'tgan edik, aynan Turkistondagi ta'limning rivojlanishi. Ya'ni ta'limning mana an'anaviy ta'limni Turkistonda rivojlanishida juda katta hissa qo'shgan Jadid bobomizning uy muzeyida ekanligimizni va mana shu xonadonda ijod qilganligi, bu yerda juda ko'plab darsliklar, gazeta, jurnallar, darsliklar deganda esingizda bo'lsa, darsda gaplashuvdik eslaringizda bo'lsa. O'zbek tilidagi haqiqiy darsliklarni ishlab chiqarish uchun olib kelingan mana dastgohlarning yonida turibmiz biz.